6 sotuv 6 xona. Tartsovoyda joylashgan hovli qidiryapsiz, lekin qayerdan topishi, qayerdan olishi bilmayapsizlar. Shu videoni oxirigacha ko'rib turibsiz. Tartsovoyda joylashgan aynan shu 20 ga 30 tushayotgan joyimizdan bittasiga obzorni qilib ishoning, shu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, afsuslanib qolishingiz mumkin. Suv, svet, gaz, internetdan hech qanaqa muammogarchilik bo'lib turgan mahallamizda siz uchun bitta zo'r, shinamgina xonani topib qo'ydik. Attiga Toshkent postdan 1,5 kilometr kirib kelganimizda Damariq mahallasida joylashayotgan aynan shu uyimizdan bitta kirib obzorni qilamiz. Qani ketdik. Mahallani ko'rib turibsizlar. Bir tekis tushayotgan shinamgina mahalla ekan. Haqiqatan tinch ham o'zbekona mahal. Qo'shnilar ham bir-biri bilan shunaqa aqlliroq ekan. Yuraylik ichkarini ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozaxonadan kirganda kattagina hovlimizni ko'rib turibsiz. Bemalol ikkita, uchta mashina olib kirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Yashil hududlarimizni ko'rib turibsiz. Aytganimizda 20 ga 30 tushayotgan aynan shu xonadonimiz 6 xonadan iborat. Pastki ikkita tarafida ham podvalligi mavjud bo'lyapti va alohida kattagina molxonasini ham ko'rib turibsiz. Ichkari remont holatlarini ko'rib turibsiz. Ayrim bir xonalarni ko'rsatmaymiz. Hozirgi paytda uy egalari yashayotgani uchun, lekin remontlari chiroyli kelib turibdi. Bemalol kirib yashaydigan xonadon. Chiroyli ekan, tapchan supalarga qo'yib qo'yilgan, pastki taraflariga oshxonalar tushadi. Uyimiz 6 xona, ikkita sanuzildan iborat. Toshkent postdan 1,5 kilometr kirib kelganimizda Damariq mahallasida joylashgan Tartsovoydagi shu 6 sotix hovlimiz, xudo xolasa sizniki bo'lishi mumkin. 1 sotiqiga attiga 30 ming dollardan so'ralyapti. Xudo xolasa haqiqatdan olmoqchi bo'lgan insonga kelishtiradigan joylar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, akamizga tezroq aloqaga chiqing, ulgurib qoladigan joylar. Bu videoni Toshkent postdan 1,5 kilometr atrofida uy qidirayotgan, havosi toza, bahramand joylardan uy olmoqchi bo'lganlar tashlab qo'yishingizdan chiqmasin. Pastdagi nomerga telefon qiling, ulgurib qoling.